Hozir Madina miqotida biz, Madinani miqotida biz. Kelinglar bir umumiy duo qilib qo'yaylik. Allohim mana shu yurtlarga kelib, shu hojilar kabi ehromlarni o'rab haj va umra qilishni niyat qilganlar bo'lsa, Alloh taolo yo'llarini ochsin. Puldan, iqtisoddan qiynalayotganlar bo'lsa, Alloh baraka bersin. Agar kasallik sababidan kelish olmayotgan bo'lsa, Allohim kasalliklarga o'zi shifo bersin. Agar zulmda bo'ladigan bo'lsa, Allohim zulmlarni ko'tarsin. Agar mushkullari boshqa sababdan bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha mushkullarini o'zi aritib, sog' salomat kelib, mana shu yurtlarda shu hojilar kabi ehromlarni niyat qilib o'rab, Makka ga qarab labbayk Allohumma deb aytib ketib, inshaalloh borib haj va umralarni qilish nasib qilsin. Amin ya robbal alamin. Buni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va ular ham bunga sherik bo'lishsin. Amin degan odamni har birini Alloh taolo o'zini baytiga qayta